Tushda kitob o'qishni ko'rishning ta'birlari. Tushda kitob o'qishni ko'rish odatda ilm, ma'rifat, yangi bilim olish va hayotda muhim xabar yoki ma'lumotga ega bo'lish ramzi sifatida talqin qilinadi. Tushning mazmuniga qarab ta'biri biroz farq qilishi mumkin. Tushda ko'rilgan kitobni qiziqish bilan o'qish bilim va tajribangiz ortishi, o'qish yoki ishda muvaffaqiyatga erishish belgisidir. Tushda qalin yoki katta kitob o'qiyotganingizni ko'rsangiz, mas'uliyatli ishlar va muhim qarorlar oldinda ekanligini anglatishi mumkin. Tush ko'ruvchi tushida diniy kitob o'qiyotganini ko'rsa, ruhiy poklanish, ezgu amallar va yaxshi yo'lga intilish ramzidir. Tushda kitobni tushunib o'qiyotganingizni ko'rsangiz, foydali maslahat yoki muhim xabar olishingizga ishora qiladi. Bordiyu kitobni o'qib tushunmasangiz, ayrim masalalarda chalkashlik yoki qo'shimcha bilim zarurligini bildirishi mumkin. Tushda yangi kitob o'qiyotganingizni ko'rsangiz, hayotingizda yangi imkoniyatlar, tanishuvlar yoki yangiliklar paydo bo'lishidan darak beradi. Tush ta'birlari an'anaviy ramziy talqinlarga asoslanadi. Ularning ma'nosi insonning shaxsiy holatiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.